Maktabga qilyapman. Do'stim bilan gapiradi. Brat, allo, brat. Allo. Bu karbi qo'ygan bu maktabga ketmasada. Uni tezda o'tib ketishimiz kerak bo'lgan yo'qmas deb bir ko'rinishda. Qarayman, turqani qaraylar, xonaligini, mana uni ilib boraman qaraylar. Lo'q. Aylanib yurishim qaraylar bu bot. Bot. Ikkala bot istamak bo'lmaydi. Bot kelishim qaraylar. Voy, nima Madina qalaysan? Madina bugun maktabga matdi o'zimga o'zim Madinaga gapirishga o'rganib qolman. Turishim qaraydi. Stos. Nima deysan? Bitta hojatga o'tgilay. Let's go. Yenasa bu serialimizda o'quvchilar, ma'lumlar uchun nozroq qalav. deb javob qilinglar. O'sha serialni boshladi yana qaytadan. O chort. Madinaga nima gap o'tsa 2-3 kundan beri. Yaramiz. Urushma. Yaramiz. Qo'chishlar o'kelar. Qo'lim sharinda qo'chishlar yo'q, testishim kerak. Do'stga tur yaramaz. Ibrohim, hozir sen do'stga tur u burchakda. Chort, darsdan keyin ko'rasan. Sen macha qo'chma. To'yoq bilan solib o'ldirib tashlayman, qo'rqoq. Bir marta Madinaga gap o'tirasan, xo'pmi? Sen Madinaga iflos, Madinaga gap o'tgan bo'lingmi? Men qayerdaman? Sen boylarga nima bo'lgan? Sarxat, senga nima bo'lgan? Ahmoq, sen nima bolalar bilan urush qilayman qattami? Sen o'z direktorda 2-maktabxonasidasan. Men ketdim. Sen erta maktabga bu ko'rasan. Bo'ldi, ustoz. Hozir men itvachchani o'zi kayfini qochib tashlamoq. Qo'limdagi to'yoq bilan so'raman. Ularning kayfi yo'q. Qani, kazjoma. Madinaga qaytib yaqinlashma. Mayda bu. Ochilib qochamiz. Qo'lim o'rdi.